Akalar, assalomu alaykum. Tushunmisizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Yomg'irlar bilan. Короче, bitta gapda, bunaqa down odamlar sizlarga ham uchraydimi bilmadim. Men shu savdoda yuribman. Ma'lumot darajaga yetgandan keyin bunaqa narsalar uchrayapti menga. Bitta odam keladi, do'koningizga savdo qilib turibsiz. Ko'p odam endi do'konda tasavvur qilishingiz uchun hamma narsani ko'radi, bittasini oladi. U narsa faqat sizda bor. O'ylashim bo'yicha faqat sizda bor. Keladi, "Mana narsasi qimmat ekan" deydi. U odamning niyati boshqa-da, u umuman boshqa narsada, u haligi siz do'koningizga kelib narsa sotib olish emasda uni niyati. Atin o'sha ko'p odamlar oldida aytadi. "Ha, mana bu narsangiz qimmat ekan" deydi. Nima deb javob berish kerak o'shanaqa odamga? So'ksa, so'kdi deydi. Yoki qanaqadir ichidagi niyatini bilging kelsa gapirmaydi. Nima deyish mumkin? Aytinglar-chi, sizlar nima deysizlar? Nima deb so'kasizlar? Keyin men qaradimda, qarab turib, aka nima deb so'ksam ko'nglingizga tegmaydi desam, boshqa savdo qilayotgan odam hammasi kulib yubordi. Yaxshi kulib yonilib ketdi. No, menga keyinroq ta'sir qildi. Men sizlarga hozir aytayapman. Sizlar nima deb so'kasizlar, nima deb gapirasizlar menga aytinglar, iltimos. Mana shu narsani o'sha odamga repeat qilaman doim.